12si bor akalar, sizlar lifhakni zo'rini ko'rsataman. Kerakli, foydali narsa. Bu videoni saqlab qo'yinglar. Mana bu ko'rsanglar, mana bu yerga stikeri bo'ladi. Mana biz shumka qilib qo'yganmiz. Bu abisli stikeri bu. Yomg'ir sochin, o'zi bundan baqay yomg'ir sochin bo'ladi. Shuni shumka rezinadan qoplab qo'yasizlar. Keyin germetik bo'ladigan joylari bor. Hozir ularni ham ko'rsataman. Bitta yamaga kirasizlar. Akalar, mana yamaga ham tusholing. Mana shu germetikdan olasizlar. 15 ming so'm turadi. Tank degan. Mana germetik bo'ladigan joylari. Ko'rib turibsizlar, hozir germetik chiqdi buni, rezinalar polni. 15 ming so'm bilan ishlaring hal bo'ladi. Yana germetikni olib, mana karnizdagi rezinalarga ham sutib chiqmanglar. Agar unga sutib chiqsanglar, karnizlaring zanglab chirib qoladi, ichi sovuqligida. Mana shu kerakli joylar ekan. Aynan o'zi kerakligi mana bu ikkalasi o'zi. Mana shu yerda sukra rezina qo'yaveradi. Bu politeydagi rezinalar. Polni yamab chiqqanmiz. Endi bundan bag'ya yomg'ir sochi kerakli bo'ladi. Bu videoni saqlab qo'yinglar. Like va podpiska olishni unutmanglar. Joninglar sog'